Nega qo'llarni yuvish muhim? Chunki qo'llarimiz har kuni yuzlab narsalarga tegadi. Ularda ko'zga ko'rinmas mikroblar, bakteriyalar va viruslar to'planadi. Agar qo'llar tozalanmasa, bu turli yuqumli kasalliklar, ichki tish, gripp, gepatit A kabi kasalliklarga olib kelishi mumkin. Oyijon, qo'llarni qanday yuvish kerak? Qo'llarni namlab, iliq suvda yaxshilab yuvish lozim. Qo'llarga sovun surtib 20 soniya davomida ishqalash kerak. Ayniqsa bolajonim barmoqlar oralig'i, tirnoq osti va kaft ustiga e'tibor berish lozim. Barcha sovunni tozalab, oqayotgan suvda qo'llarni yuvib tashlash kerak. Nega qo'llarni toza sochiq bilan quritish kerak? Qo'llarni yuvgandan keyin ularni toza sochiq bilan quritish juda muhim, chunki ho'l qo'llarda mikroblar osongina ko'payadi. Hojatxonadan chiqqandan keyin yoki o'ynagandan so'ng qo'llarni yuvish shartmi? Ha, albatta shart, chunki hojatxonadan chiqqandan so'ng qo'llarda ko'plab zararli mikroblar qolishi mumkin. Agar qo'llar yuvilmasa, bu mikroblar og'iz orqali ichki a'zolarga o'tib, turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Axlat chelakka chiqindilarni tashlaganimdan keyin qo'limni yuvmasam bo'ladimi? Yo'q, albatta yuvish kerak, chunki axlat chelak ichida ko'plab mikroblar, bakteriyalar va hatto zararli moddalar bo'lishi mumkin.